Bugun sizga o'tib qo'ydiganim 1 kilogram xuangadan foydalanib, nayt yeyishlik va puraliq bo'lgan say tayyorlashni o'rganib chiqamiz. Mazmunni to'liq ko'rib foydalanib qoling. Texnik ko'p taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'shib belgisini bosib qo'shib oling. Oldi bilan 1 kilogram xuangani pokiz yuvib, musholatda to'g'rab olamiz. Orqadan 10 tal samsaq, achchiq yarashimiz qarta, shomila va azroq zanjibilni nepiz holatda to'g'rab olamiz. Yurak va yulduz belgisini bosib, mazmunni saqlab oling. Inkas rayoniga alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Qozonga oz miqdorda may qo'yib, filmda ko'rsatilgan dori-darmonlarni solib birdan qorib o'tgandan keyin 200 gram ochiq suv qo'yamiz. Az miqdorda shoncho qo'yamiz. Shakardan yoki navatdan 40 gram atrofida solamiz. Az miqdorda vejin solamiz. Yoqtirmaydiganlar vejinni solmasanglar bo'ladi. Bo'sh o'tda dori demak ochiq suvlarni 2 minut qaynatib olgandan keyin tarxamakni suyini pokiz saqitib o'tib, tarxamakni ustiga to'g'rab olgan samsaq, zanjibil, shomilani solib, ustiga qaynatib olgan tog'ni qo'yibla 12 soat chilab qo'ygandan keyin iste'mol qilsaqli bo'ladi. Siz chilgan sayin yoqtiramsiz, yoqtirdiganlar inkas rayoniga va shixon degan xatni qoldirib qo'ying. Qo'llash bek oddiy do'stim, yurak belgisini cho'qim besib qo'ying.